Salom do'stlar, umidki sog'-salomat bo'lsanglar, bu videoda men shu xarid va furush, purchase va sale baxshlarini olish va sotishni tashriq qilaman. Boshqa baxslar ham bor, baxslar ko'p. Unda hammasini aytib o'tsam vaqt oladi biroz. Men faqat sadaqat uchun oldingilar baxshlarini oldingi videoda, boshqa baxslarni oldingi videoda tashriq berdim. Faqat shu yerda toza bo'lgan baxslarni tashriq qilaman. Purchase'larga kelamiz. Bu yerda purchase'da toza purchase qilmoqchi bo'lsak, bu new purchase'da uramiz, keyin supplier intihob qilamiz, continue to setupga boramiz. Undan keyin bu yerga o'sha olayotgan narsamizni intihob qilamiz, qaysi tonkga borarini intihob qilamiz, necha litr bo'lganini intihob qilamiz, unit cost'ini intihob qilamiz. Unit cost hozir USD afg'oniy bo'lsa afg'oniy intihob qilamiz, bo'lmasa USD intihob qilamiz. Farqlari shunda, agar afg'oniyga olsak, bu yerga retini tayinlaymiz. Bo'lmasa USD bo'lsa USD soddacha. USD ga masalan buni olsak 1.5 har litr bo'lsa masalan, undan keyin yozsam 1.3. Undan keyin transport cost qancha bo'ladi? $200 transport cost bo'lsa, bunday tarixni intihob qilamiz. Keyin bu yerga purchase account currency bor. Reference bili bor, ya'ni o'sha supplierdan olgan bilimiz necha nambari bo'lsa, bili bo'lsa, uni yetkazamiz. Bo'lmasa shunda qolib qo'yamiz. Note biron narsa bitmoqchi bo'lsa bitamiz. Completion type'da kelib full payment yo full remaining yo partial payment bilan payment qilamiz. Chun hozir akkauntda pul yo'q uchun men full remaining bilan payment qilaman. Buni zaxira qilamiz. Keyin buni zaxira qilgandan keyin mana bu shaklda ko'rsatadi detailini, qachon kimlar qanday qaysi sharoitda bu olinganini, hamma narsasini birga ko'rsatadi. Xo'p, bundan keyin sale baxshiga kelamiz. Sale baxshiga qanday sotish? Albatta storage tanklarni ko'rsak, bu yerda bo'lgan miqdorini ko'rsataveradi bizga. Shiftlar bor. Bu shiftlar o'sha shift ishladigan odamlar, kimlar qancha qaysi timelarda ishlaydi, ularni olasizlar. Selda kelsanglar, keyin mana bu pomplar va nozillar ham bo'ladi. Pomplar o'sha poyalar, nozillar o'sha nimalari, payplari. Har pompda ikkita nozil paypi bo'ladi fikrimcha. O'shani bularni oldindan tanzim qildim men. Sizlar qila olasizlar, yangi pomplarni qurshasanglar va yangi nozillar qurshasanglar. Keyin sel urib, bu yerga new sel urib, customer bo'lsa customerni intihob tanlaymiz. Bo'lmasa soddacha be customer shundoq ilgari ketamiz. Bil tarixini intihob qilamiz. Qaysi shift kim sotganini intihob qilamiz. Undan keyin bu yerda afg'oniyda sotilganmi yo dollarda sotilganini olamiz. Sotilishi biz ko'proq afg'oniy bo'lgani uchun men afg'onni oldim. Red qanchada? 6450 reference bill number kerak bo'lmasa qolib qo'yamiz. Bo'lsa, ya'ni chopi bil bergan bo'lsa mabodo uni birga bitamiz. Bo'lmasa soddacha shundoq qaysi tankdan sotamiz uni intihob qilamiz. Nozil qaysi birinchi, ikkinchi nozildanmi uni intihob qilamiz. Bu pumpda qaysi pumpdan, qaysi poyadan sotdik, uni intihob qilamiz. Opening meter qanchada? Masalan, opening meter 70. Hozir qanchada? 80, ya'ni 10 litrda sotganmiz. Price qancha bo'lgan? Masalan 90 afg'oniy sotdikmi? Ekvivalentini birga ko'rsatadi, ya'ni shu dollarga qancha bo'lganini. Payment method cash. Undan keyin birga complete sale ursak, sale bu takmil bo'ladi. Takmil bo'lgandan keyin bu sharoitda ko'rinadi. Buni chop qilib ham bilamiz. Har nimaga xohlasak, har soyizga xohlasak chop qilib bilamiz. X printerlarga X printerda uramiz. A5 chop qilmoqchi bo'lsa A5 uramiz. Chop qilmoqchi bo'lmasa ham bemalol gap yo'q. Sellarga qarasak past yana shu sotilganlar sharoiti shunday ko'rinaveradi. Mana shu shaklda purchase va sellar bo'ladi. Bu yerga kelsanglar, pumplarni, nozillarni qurshamog'i soddacha. Exchange rate'lar bor bu yerga. Qaysi bilga asosan qancha exchange rate beramiz, ular hammasi bo'laveradi bu yerda. Keyin supplier paymentlar bor, customer paymentlar bor. Bu boshqa vaqtlarni oldingi videoda tashkil qilib o'tganman. Agar bularni hammasini chek qilinglar. Savol qiyinchilik bo'lsa, lutf qilib
yoddoshli borsanglar men isloh qilaman. Meni kelmasdan oldin sistem takmil bo'lsa ko'p yaxshi bo'ladi, chunki kelgandan keyin qiyinchilik bo'lsa yana qiyinchilikka qolamiz. O'sha uchun har qancha tez shift qilsanglar men o'shancha inshaalloh tez eshittirib xalos qilaman sistemni.